Diqqat, tezkor xabar! 3 apreldan boshlab Rossiyadan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri parvozlar yo'lga qo'yilmoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga layk va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyaning Red Wings aviakompaniyasi Samaradan Urganchga to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni yo'lga qo'yadi. Kompaniya xabariga ko'ra, parvozlar 3 apreldan boshlanadi. Qatnovlar har hafta juma kunlari amalga oshiriladi. Uchish vaqti esa taxminan 2 soat 30 daqiqani tashkil etadi. 16 fevral kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev o'rtasida telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati xabar berdi. Suhbat davomida Rossiya va Qozog'iston o'rtasidagi har tomonlama strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish bo'yicha kelishuvlarni amalga oshirish masalalari muhokama qilingan. Ayniqsa, savdo-iqtisodiy sohasidagi o'zaro manfaatli qo'shimcha loyihalarni e'tiborga olishgan. Vladimir Putin may oyi oxirida Ostonada o'tadigan Oliy Yevroosiyo iqtisodiy kengashi yig'ilishida ishtirok etishini tasdiqlagan. To'qayev Rossiya prezidentini mazkur tadbir doirasida Qozog'istonga davlat tashrifi bilan kelishga taklif etgan. Taklif minnatdorchilik bilan qabul qilingan. Shuningdek, xalqaro kun tartibidagi dolzarb masalalar ham ko'rib chiqilgan. Politsiya xodimlari ko'ngillilar bilan birgalikda Kaluga-Obinsk va Borovsk tumanida yashovchi yoki ishlayotgan bir qator tekshiruvlar o'tkazdi. Maqsad Rossiyada ruxsatsiz yashayotgan yoki noqonuniy ishlayotganlarni aniqlash edi, deb xabar bergan politsiya. Bir necha kun davomida huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari 300 dan ortiq yotoqxonalar va qurilish maydonchalari, bozorlar va migrantlar ishlaydigan boshqa obyektlarni tekshirdi. Ular 167 ta qoidabuzarliklarni aniqlagan. Ularning aksariyati yashash hujjatlarini olmagan, yana 33 kishi esa ruxsatsiz ishlagan. Eng jiddiy qoidabuzarliklar jazolandi. 44 kishi mamlakatdan deportatsiya qilindi. 32 kishi kelajakda Rossiyaga kirish taqiqlandi va 21 kishining ruxsat etilgan yashash muddati qisqartirildi. Bundan tashqari, noqonuniy migratsiyani tashkil qilganlik uchun 5 ta jinoiy ish qo'zg'atildi. Tekshiruvlar davomida ular federal qidiruvda bo'lgan 2 kishini ham hibsga olgani xabar berilmoqda. Rostov viloyatida migrantlarga sotuvchi va kuryer bo'lib ishlash taqiqlanadi. 1 apreldan boshlab mehnat muhojirlari kurerlik, ulgurji yoki chakana savdo, oziq-ovqat, ichimliklar va tamaki mahsulotlari, haydovchi va mashinist, shuningdek fitnes markazi va quvur liniyasi xodimlari sifatida ishlash taqiqlanadi. 1 martdan boshlab xorijliklarga qimmatbaho metallar ishlab chiqarish va pochta xizmatlaridan foydalanish taqiqlanadi. Cheklovlar Rossiya Federatsiyasida patent asosida ishlaydigan chet el fuqarolariga nisbatan qo'llaniladi. Taqiq Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari Belarus, Qozog'iston, Armaniston va Qirg'iziston fuqarolari uchun taalluqli emas. Sankt-Peterburg, Kaliningrad, Xanti-Mansisk avtonom okrugi va Voronoj viloyatida shunga o'xshash choralar allaqachon joriy etilgan. Tojikistonlik migrantlar uchun yaxshi xabar. Endi ular Rossiyaga ishlashga kelishdan oldin o'z vatanida tibbiy ko'rikdan o'tishi mumkin. Tojikiston bergan tibbiy ma'lumotlarni patent olishda taqdim etish mumkin. Rossiya bu xarajatlarni tan oladi. Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi tegishli bitim ratifikatsiya qilindi. Sankt-Peterburgdagi qurilishda reyd. Sankt-Peterburgdagi Aleksandr Blok ko'chasida joylashgan elita turar joy majmuasi qurilish maydonchasida migrant ishchilarning hujjatlari tekshirildi. Reydda politsiya va Rossiya gvardiyasi xodimlari ishtirok etdi. Jami bo'lib taxminan 60 nafar chet el ishchilarining hujjatlari tekshirildi. Reyd davomida qurilish asboblarini saqlash uchun ishlatiladigan konteynerga yashirinishga uringan 3 nafar hujjatsiz migrant topilgan. Yana bir ishchi hujjatlarini ko'rsatishdan bosh tortgan va politsiya xodimlarini telefonida suratga olishga uringan. U qonuniy talablarga bo'ysunmagani uchun hibsga olinib, politsiya bo'limiga olib ketilgan. Reydda 10 dan ortiq odam noqonuniy asoslarsiz ishlayotgani aniqlangan. Ularga protokollar yozilib, hozir Rossiyadan deportatsiya qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Toshkentda kuchli chaqmoq sabab samolyotlar aeroportga qo'na olmadi. Toshkent aeroportidagi noqulay ob-havo, ya'ni kuchli chaqmoq chaqishi sababli 3 ta reys boshqa aerodromlarga qo'nishga majbur bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Airports xabar berdi. Jumladan Mali-Toshkent yo'nalishidagi Hway 35-26 reysi, Ostona-Toshkent yo'nalishidagi Hway 722 reysi. Shuningdek, Xitoy aviakompaniyasiga tegishli Pekin-Toshkent yo'nalishidagi samolyot ham Bishkekdagi muqobil aerodromga yo'nalishni o'zgartirgan.
10 fevraldan boshlab Rossiyada Telegram messenjeri faoliyati qisman cheklana boshladi. Bu haqda RBK xabar berdi. So'nggi kunlarda foydalanuvchilar orasida messenjer faoliyatida ishlashida uzilishlar bo'yicha shikoyatlar ko'paygani qayd etilgan. 2025-yil avgust oyida Rossiya rasmiylari Telegramdagi qo'ng'iroqlarni cheklagan edi. Rasmiylar o'shanda bu ilova firibgarlik uchun ishlayotganini bildirgan. Davlat dumasi deputati Sergey Boyarskiy joriy yilning yanvar oyida Telegramni to'liq bloklash rejalashtirilmayotganini aytgan edi. Uning aytishicha, messenjerda biznes va foydalanuvchilar uchun muhim bo'lgan ko'plab axborot kanallari mavjud. Moskvaga ishga kelgan Qozog'iston va O'zbekistonning 10 dan ortiq fuqarolari og'ir sharoitlarda qoldi. Ular sovuq qurilish inshootlarida joylashtirilgan, deyarli oziq-ovqatsiz qoldirilib, hujjatlari 2 haftadan ko'proq vaqt davomida berilmagan. Jabrlanuvchilardan biri agentlik rasmiy ish bilan ta'minlashni va'da qilgan TikTok'dagi e'lonni ko'rganini aytgan. Yanvar oyida bir guruh erkaklar Rossiyaga kelganda ularning pasportlari shartnoma imzolash va hujjatlarni rasmiylashtirish bahonasida olib qo'yilgan. Bir necha kundan keyin ularni Moskva viloyatidagi qurilish maydonchasiga olib borishgan va sharoitlari bo'lmagan vagonchalarga joylashtirilgan. Ichimlik va yuvinish uchun ham suv bo'lmagan. Sharoitda ulardan ish kiyimi uchun pul olingan. Ularga 2 hafta davomida atigi 6000 rubl to'langan. Ularga hujjatlari migratsiya markazi rasmiylashtirilishi va'da qilingan edi, ammo bu va'da bajarilmadi. Ba'zi odamlar hali ham pasportlarini qaytarib olishmagan. Ishchilar aldanganliklariga va kuch bilan ushlab turganliklarini aytishmoqda. Ular politsiyaga ariza berib, elchixonaga murojaat qilishdi. Ochiq ma'lumotlarga ko'ra, ularni yollagan kompaniya yopilmoqda.